Farg'onaga kelishimizdan asosiy maqsad Centrum Holdings Marg'ilon shahridagi filialni ochish edi. Xudo xolisa, ertaga ochilish bo'ladi. Temur aka, soat nechida bo'ladi? 19:00. 19:00 da ochamiz. Xo'p, hammanglarni kelishga taklif qilib qolamiz. Temur aka, taxminiy skidka beramiz, to'g'rimi? Skidkani nech pul skidka beramiz? Umumiy hisobda bitta ayting. $5000. $5000. $5000 skidkali voucherlarni ertaga ochilishga filialga kelsanglar, Marg'ilonlik filialga shu yerda berib yuboramiz. Umumiy hisobda nechta voucher bo'ladi aka? Xudo xohlasa 100 ta odam $5000 qiymatli bo'lgan narsa berib yuborilyapti. Kelsanglar, xudo xolisa shu voucherlarni olib ketsanglar bo'ladi. Marg'ilon City'ning главный kiruvchi mashikanda yonida avtoturargoh bor ekan. Mana shu avtoturargohdan pastga tushib ketsanglar, shunday avtoturargoh yonida Centrum Holdings ofisi joylashgan. Xudo xolisa ertaga 19:00 da, ya'ni kechqurungi 7 da Marg'ilon City'ga kelsanglar, ochilish bo'ladi. $5000 qiymatga ega bo'lgan voucherlarni 100 kishiga ertaga xudo xolisa tarqatib yuboramiz. O'zim ham shu yerda bo'laman. Hammanglarni ertaga ochilishda kutib qolaman.